Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan men yana Kamol Shuhrob ko'rishib turganimdan xursandman. Kanalimdagi 3-chi videomdan keyin 4-chi videom butkul boshqa narsa haqida. Bu safar internet, Wi-Fi yoki serverlar haqida emas. Yana ham boshqacharoq mavzu. Bu 4-chi videomda ko'zojizlar ishlatadigan ovozli termometr haqida gapirmoqchiman. Mana o'sha ovozli termometr. Bu ovozli termometr $20 atrofida turadi. Bu o'zining qutisidan ochiladi. Keyin chiqarib olinadi. Mana ko'rinishi shunaqa. Ishlashini aytsam. Ishlashi mana bu birinchi tepadagi tugmasi bosilganda termometr yonadi. Ichidagi kichkina batareyasi elektrni ana shunday qilib po'lat uchiga yetkazadi. Zanglamaydigan po'lat uchiga. Bu zanglamaydigan po'lat uchi esa teriga tegib, terining issiqlik ko'payishi orqali termostatga yetkazadi elektr tokini. Teridan hech qanaqa issiqlik olmaydi, elektr olmaydi. Teri issiq bo'lgani uchun terining issiqligida batareyadan kelgan elektr tokini zanglamaydigan po'lat uchi termostatga yetkazadi. Termostat esa teskari jarayon. Yana qaytib o'sha elektr tokini olib keladi. Faqat batareyaga emas, ichidagi mikrokontroller chiplarga. Bu mikrokontroller chiplar elektrni kuchlanishini o'lchaydi va keyin o'sha elektr kuchlanishiga qarab haroratni aniqlaydi. Haroratni aniqlab bo'lgach, o'sha haroratni ekranga chiqarib beradi. Keyin chiyillagan tovush chiqadi. O'qib berishi uchun esa pastdagi ikkinchi tugmani bosish kerak. Keyin o'qib beradi. Faqat rus tilida bo'ladi. Mening qo'limdagisi. Chunki buning ichiga sun'iy intellekt degan super narsa yo'q. Lekin ichidagi chipga, prosessorga rus tilidagi ma'lumotlar yozilgan. Harorat 45 gradus, harorat 35 gradus degan ma'lumotlar yozilgan. O'shani keraklisini tanlab mikrokontrollerlar kalonkachasiga yuboradi. Keyin kalonkachasi aytib beradi. Mana ishlash jarayoni. Mana terimga tekkazdim. Birinchi tugmani bosdim. Mana xabar keldi. Mana 36 gradus ekan haroratim. Ana shunday qilib haroratni o'lchaydi. Keyin buni ana bu uchi o'lchaydi. To'g'rirog'i elektrni ana bu uchi o'tkazib beradi. Batareyadan elektr keladi. Bu issiqlikni oqibatida elektrni qaytib yuboradi. Faqat batareyadagini
mikrokontrollerlarga qaytaradi. Keyin bularning farqi bor. Bu $20. Juda qimmat deyishingiz mumkin. Lekin boshqa bir muhim narsalar ham bor. Ko'pincha ko'zi ojizlarga davlat o'z hisobidan beradi bunaqa narsalarni. Keyin buni foydali yoki zararliligi qanday? Foydali taraflari juda ko'p. Chunki bu termometr yerga tushib ketib sinsa, hech qanaqa zararli oqibat bo'lmaydi, xavfli holat bo'lmaydi. Lekin arzon simovli termometr yerga tushib ketib sinsa, ichidagi simov butun uy bo'ylab zaharli havo bo'lib tarqaladi. Bu esa juda xavfli. Nafas yo'llari va o'pka uchun. Teriga tegib ketish ham xavfli. Keyin mana bu termometrlar bir necha soniyada issiqlikni aniq o'lchaydi deyarli. Lekin simovli termometr issiqlikni o'lchash uchun bir necha soniya emas, bir necha daqiqa vaqt sarflaydi. Suhrob Kamolov videosining 4-qismi qiziqarli chiqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyalarda fikrlaringizni, izohlaringizni yozib qoldiring. Like bosing va obuna bo'ling. Xayr, sizlar bilan Suhrob Kamolov.